Ha, ona. Ha, qayerda bo'laman, o'rtog'im bilanman. Hop. Shu ota-onamni tergashi shunaqa jonga tegdi shon. Qayerda yuribsan? Kim bilansan? Qachon kelasan? 35 ga kirdim. Hali ham yosh balada. Shatta bosh olib ketib boray deyman-u. Tekin pullardan qurib qolaman-da. Ota-onamni tergashidan degan. Qaniydi meni ham tergaydigan ota-onam bo'lsa. Biz yetimxonada paytimiz, bizni ham kimdir farzand qilib asrab olarmikin deb kutardik. Lekin ular chaqaloqlarni asrab olishardi. Shu sabab tug'ilgan kunim bo'lishini va ulg'ayishni xohlamasdim. Ota-onalar bizni asrab olish uchun bilasanmi? Yo chaqaloq bo'lishing kerak, yoki-da aqlli bola bo'lishing kerak edi. Ularni boriga qadriga yet. Mayli do'stim, men ketdim. Ona, assalomu alaykum. Haliginda qatorroq gapirib qo'ydim, meni kechiring ona. Borlaringga shukr. Men sizlarni yaxshi ko'raman.